Hammaga salom, sizlar bilan Flex tilisi. Bugungi videoda bugun turnir bo'ladi. Real Madrid bilan bugun Juventus o'yin bo'ladi, o'ynaymiz. Mana tarkib, shu tarkib bilan Juventus bilan bellashamiz. Qani kim yutadi ekan ko'ramiz. Mana ketdi. Boshlaymiz o'yinni. Ketdi, boshlaymiz. Yetmadi. Voy, nima qilyapti o'yinchilar? Mana oldi Rudiger, Benzemaga yeta olmadi. Rodrigo offside. Offside. Gitti. Voy, oldu. Militao, Benzema, Vinicius Junior. Gitti. Vini Prime. Vini. Vini. Voy. Vini. Modric ololmadi. Rodrigo, Benzema. Oy, Benzema xatolar qilyapti. Voy, qoidani uzdim. Chaqirdi hakam. Kechirildi birinchi xatoing kechirildi dedi. Ikkinchida sariq olasan dedi. Toni Kroos, Benzema, Vini Junior, Vinicius, qayta uslubunda Toni Kroos o'xshamadi. Ha, bolalar. Flex tilisi kanaliga obuna bo'lish esdan chiqmasin. Keyingi videolarda nima chiqishini, keyingi qismlarda qaysi komandani o'yinchilarni qilay, tarkibini tuzay. Mana urdik. Qaysi komandani tarkibini tuzay keyingi videolarda shuni ham yozib ketaylar. 41-daqiqada bitta gol. Ketdi. Vinicius Junior. Courtois. Full time. Juventus. Voy, Militao, Rudiger, Benzema oldirib qo'ydi. Rodrigo orqaga, Casemiro oldiga ochildi. Vini. Voy. Vini. Benzema ololmadi. Olishga kim keladi? Casemiromi? Bilmayman. Uzoqdan gol. Chesney qaytarib qoldi. 60-daqiqa. Tashab beradi. Bonucci deganga. Junior, Modric, akrobatik xato ketdi. Akrobatik ketdi. Casemiro oldi. Casemiro oldi. Casemiro to'pni oldirib qo'ydi, berib qo'ydi. Bonucci oldi to'pni.
Voy Casemiro. Benzema açık qilib tashlab berdi. Rodrigo'dan gol kutamizmi? Voy! Xato Rodrigo'dan. 79-daqiqa. 81-daqiqa bo'lyapti. Xato ketdi, pas. Shesni o'tinglar tashlab beraman deydi. Bolalar, video yoqqan bo'lsa like bosish esdan chiqmasin. Casemiro oldirib qo'ydi. Voy, yana oldirdi. Voy, mana ochiq. Mana Benzemadan debut. Karim Benzemadan debut qildi. Mana time yakunlandi o'yin. 3 minut qo'shib berdi hakam. 3 minut ichida qani gol ko'ramizmi? Gol ko'ramizmi? Voy, comeback, real comeback. Rodrigo oxirgi daqiqalarda gol urdi. Mana match ham yakunlandi. 4-0 ga Real yutdi Juventusni. Karim Benzema eng zo'r o'ynabdi bugun. Mana hammaga xayr tilab biladi. Felix Telles bo'ldi. Felix Telles kanaliga obuna bo'lib qo'yinglar. Keyingi videolarda qaysi jamoani tarkibini tuzishni ham yozib ketinglar. Hammaga xayr.